Tak, avvalambor, kim bilan ko'rishmagan bo'lsam, hammaga assalomu alaykum va birinchi darsligimizga xush kelibsizlar. Maqsad bu darslikni boshlashdan maqsad o'zi nima? Men hozir boshqa temaga o'tib ketay. Bu tomonlarga kamroq analizlarim bor. Xo'p, qaranglar. Hammamiz bilamizki, umumiy hisobda bizda hozirda O'zbekistonda, prям O'zbekistonning o'zida trading desa nimani tushunadi hamma. Trading desa bu hammani birinchi xayoliga keladigan narsa kurs sotish. Kurs sotish. Nimaga hamma shunaqa deb o'ylaydi? Buni menimcha hammalaringiz bilsangiz kerak. Hamma tradingni o'rgataman deydi, kursim palonsim deydi, kurs sotishdan yaxshi savdo soha qiladi to'g'risi. Kursim bor va shuni chiqsang doim foydada bo'lasan degan narsa bor. Doim foyda. Hozir bu mavzuga ham to'xtalib o'tamiz. Xo'p. Trading deganda hamma ilgari trading deganda kimdir kazinoni tushunardi. Kazino, qimor, AdNXBet bu bo'lmagan narsa, yo'q. Hamma tradingning уже asosiy mantiqini, bu trading nimadan iboratligini tushunib chiqqandan keyin уже fikr keladi-yu, masalan, nimaligini уже asosan tushunib yetgandan keyin bu faqat kurs sotadi degan fikr bo'lib qoldi. Nimaga bunaqa bo'lib qoldi? Meni o'zim juda ham ko'p kuzatdim, Instagramda chiqib qoladi bolalar. Strategiyalar bor. Masalanda, strategiya bu kurs sotish. Maqsad nima? Bitta traderga boriladi. Bu qanaydir holatdagi trader, bu 3 yillik tajribasi bordir, 5 yillik tajribasi bordir yoki 1 oylik tajribasi bordir. Bu trader ham kimdandir o'rganib kelgan. Undagi mavzuni bu chala-chulpa o'rganib, yo'qa keldi, buni ko'rib bitta bola undan o'rgandida, chala-chulpa o'rganib oldi o'ziga. Mana bu odamcha. O'rganib oldida bitta Instagram akkaunt ochdida, ushbu Instagramga nima qilmoqchi? Kurs sotmoqchi. Mana bundagi bor 100% informatsiyani, har bitta insonning miyasida bor 100% informatsiyani bitta odamga o'rgatayotganda hammasini o'rgata olmaydi. Chunki bukvalni bitta mavzuni o'tayotganda o'sha mavzuning 70-80%ni yetkazib bera oladi. Aynan dars o'tayotgan odam. Va mana bu odam undan 90%ni tushunadi. Bu o'rgatgan narsani bu prям tushunish uchun kamida normal praktika qilish kerak, kamida 1 oy. Oddiy misolda 1 oy. Nima uchun men 1 oylik offline kurslarimga doim shart qo'yganman. Tezroq seriyani tugatamiz, tezroq praktika o'tishimiz kerak. Chunki praktikasiz trading qilishning foydasi yo'q. Shu narsani tushunib olishimiz kerak. Xo'p, bu chala-chulpa o'rgandi, bundan bu o'rgandi. Strategiyalarni nomlash boshlandi. SMC. Bu o'zi nima degani SMC? Smart Money Conception, aqlli pullar konsepsiyasi degani. Bolalar chiqish boshladi Instagramda. SMS strategiyasini o'rgataman. Men realni qidirdim, shunaqa strategiya bormagan deb o'yladim. Nimadir bilmasdan qolib ketdimmi deb o'yladim. SMS bu, men o'yladim SMS yozish o'rgatadim deb o'yladim to'g'risi gap. Unaqa narsa yo'q. Har xil nomlarni berishyapti, boshqa qilishyapti. Bozorda shuni Google'ni ochinglar xohlasanglar, ChatGPTga kirib, birinchi yaratilgan strategiyalar desanglar, уже texnik analiz, klassik analizga kelib chiqadi. Bu fakt. Klassik analizlar va texnik analizlarning tarkibida nima yotibdi desanglar, asosiy ikkita narsa yotadi. Birinchi o'rinda bu indikatorlar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, indikatorlardan bu stok bilan RSI va MA masalan. Legendarniy eng eski indikatorlardan. Sam strategiyalardan esa bu Elliott. Nimaga Elliott? Chunki aynan Elliott klassik analizga asoslangan holatdagi strategiya deb nomlasak bo'ladi. Aynan shu Elliottni strategiya deb nomlasak bo'ladi. Chunki ushbu Elliott strategiyasi asoslangan patternlarni biz haligacha ishlatamiz. Haligacha hozirgi holatdagi traderlar ishlatishadi, lekin uni tan olishmaydi. Da, xuddi uchburchak holatimiz ham Elliott strategiyasidan kelib chiqqan. M patternimiz Elliottdan kelib chiqqan, W'miz Elliottdan kelib chiqqan. Hamma narsa Elliottdan kelib chiqqan. Bu umumiy hisobda bitta tarixga nazar qilib solib oladigan bo'lsak. Endi qaranglar. Tarix haqida gap ochildi, bitta ma'lumot berib o'taman. New York fond birjasi, NYSE degani. New York fond birjasi. Eng krupniy kompaniyalardan biri, adashmasam 1972-yilda. 1972-yil yaratilish boshlangan. Birinchi aksiyalar. Уже biz tarixga qaytdik. Birinchi mavzudan qochdik уже biz mana bu o'zdan
tradingdan kurs yaratadigan mavzulardan qochdik, boshqa mavzuga o'tdik. Ya'ni tarixdan. Yaratilishi, tradingni ham yaratilishi o'tdik. Xo'p, bu o'zi trading qanday yaratildi? Bitta tarixga nazar solsak, bir davlatning qandaydir mahsuloti bor. Yana bir davlatning qandaydir mahsuloti bor. Yana bir davlatning mahsuloti bor. Va o'rtada ularni tutashtirib turish uchun hech narsa yo'q. Faqatgina dengiz bor. Dengizda nima bor? Piratiy Karibik va Moriya deydi-yu, ana shunaqa narsa bor, piratlar bor. Bu borish xavfli, bo'ron, juda ham ko'p mablag' talab etadi. Borib bu davlatdan nimadir sotib olib kelish uchun. Masalan, ilgari qahva, ipak, bug'doy juda ham topoviy mahsulotlardan hisoblangan. O'sha vaqtda normal savdo qilish uchun. Xo'p, va shuni bartaraf etish uchun bitta kompaniyacha ochildi. Tushundinglar? Ushbu kompaniyaning vazifasi nima edi? Insonlar investitsiya kiritishardi. Sam boradigan kорабльga emas, ya'ni kemaga emas, insonlar kemachaga pul tikishmasdi. Kemani egasi, ya'ni kompaniyaga pul tikishardi. Tushundinglar? Demakki, kemani egasi kompaniyaga pul tikishadi, barcha mana bu yerdagi xarajatlar, xavf-xatar hammasini kompaniya o'z bo'yniga oladi. Ana bu birinchi investitsiya dunyoga kelishi bo'lgan o'shanda. Tushundinglar? Birinchi investitsiya mana shunda dunyoga kelishi boshlagan. Va odamlar investitsiyasidan adashmasam 200-300% foyda qilishgan. 200-300%. Bu haqida men yana qayerdadir ko'rgan edim. Hozir o'sha 200-300% foyda. Hozir bir daqiqa 200-300% foyda. Yilidamidi, bir oydamidi, yoki kunigamidi, shu aynan esimga yo'q, lekin 200-300% gacha foyda qilishgan, adashmasam yiliga. Xo'p, 1970-yil 17-may kuni 24 nafar broker tomonidan Button Food kelishuvi yuzaga keladi, ya'ni imzolanadi. Bu birjani rasmiylashtirish degan ma'noda keladi. 1792-yil boshlandi, birja qilishmoqchi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Va oldin aksiyalar norasmiy joylarda, kafelarda, ko'chalarda, burchakchalarda, mana shu joylarda o'tirib odamlar aksiya sotishgan. Tushundinglar? Va ushbu aksiyani sotib olgan odamga yana qaytib o'sha aksiyani sotish huquqi berilgan. Tushundinglar? Birinchi fond birjasi bu NYSE bo'lsa, New York fond birjasi hisoblanadi. U rasmiy kirib kelgan vaqt esa 1817-yil bo'ldi. 1867-yil TikTok John Lee uzatuv lentasi chiqadi, buyuk depressiya davrlari boshlanadi, Euronext bilan birlashuv boshlanadi. Euronext вообще-то anaqa sotib oladi, adashmasam, NPC'ye. IT tomonidan ham sotib olinadi. Hozirda, masalan, hozirda bizning o'zimizdan bukvalni bilishimiz mumkin bo'lgan narsa, men sizga hozir bitta narsani keltirib beraman. Tak, mana bu sahifada emas, bu sahifada bor va bunday qilamiz. Men buni olaman va mana bu yerga olib kelaman. Menimcha yoqib o'tmas ekan. Finviz. Qarang. Home degan joyga o'tamiz. Dunyodagi eng taniqli kompaniyalar, menimcha hamma biladi, 152 ming, S&P 500 500 ta aktivdan iborat, Nasdaq 100 ta aktivdan iborat, Dow Jones 30 ta aktivdan iborat. Bu o'zi qanaqa aktiv? Bu nima degani? Umumiy hisobda o'zi aksiya nima? Aksiya ma'lum bir kompaniyaning, mana bu bizning kompaniyamiz. Ma'lum bir kompaniyaning ulushi. Ya'ni mana shu miqdordagi ulushi deylik, 4dan 1 qismi. Ushbu 4dan 1 qismini ma'lum bir jamoa sotib oladi. Ushbu jamoaning ichida deylik 10 kishi bor. 4dan 1 qismi bu 25% degani. 4dan 1 qismi to'liq kompaniyaning 4dan 1 qismi 25% ga teng. Va 10 kishi ushbu kompaniyaning 25% ga teng bo'lsa, agarda kompaniya dividend belgilab chiqarganda, har bir chiqarilgan dividend mana bu 10 kishiga bo'linadi. Qanday holatda bo'linadi? Aytaylik, bir yilda bu 100 million dollar foyda qildi. 100 million dollar. Ushbu 100 million dollarda 25 millioni bu mana bularga tegishli bo'ladi.
Chunki bu 100 millionning 25% shuncha summaga teng bo'ladi. Xo'p, bunaqa ma'lumotlarni biz qayerdan olsak bo'ladi? Finvizda hamma ma'lumotlar bor. Deylik Apple EEPL adashmasam. Tak, EEPL mana Apple. Xo'p, indeks. Hozir indeks haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Biz tarixga nazar soldik. Bozor nimaligini tushundik. Aksiyalarni qanday olish haqidagi ma'lumotlarni ham biz tushundik. Men hozir to'xtaladigan bo'lsam tarixga katta mavzu bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun bizga ular jami emas, asosiy informatsiya nimadan iboratligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Endi indeks bu bir savatcha hisoblanib, ushbu savatchani ichiga bir nechta kompaniyalar aksiyasi solinadi. Buni ichida Coca-Cola bo'lishi mumkin, yoki Apple bo'lishi mumkin, yoki BMW bo'lishi mumkin, McDonald's bo'lishi mumkin, McDonald's bo'lishi mumkin, yoki qandaydir kofe bo'lishi mumkin, yoki Visa bo'lishi mumkin. Biz ularni qanday bilsak bo'ladi? CNBC saytiga kiramiz. Har bitta indeks ichidan nima borligini bilish uchun. Indeks odatda bizga boyagi savatcha bor, 30 ta kompaniya deylik, Dow Jones. 30 ta kompaniyani asosiy qiymati olinadi va ulardan o'rta qiymat chiqariladi va indeks belgilanadi. Ya'ni agarda indeks narxlari asosiy holatda sekin tushayotgan bo'lsa, qaysidir holatda, demak, mana bu 30 ta kompaniya ichidan ko'p miqdor aksiyalar tushishni boshladi. Tushundinglar? Xo'p, DJI, masalan, DJI sektoriga tegishli. Aynan bu Apple DJI ga tegishli. Xo'p, biz nima qilamiz? Marketga kiramiz, bosmaymiz, to'ssak o'zi US marketga kiramiz. Oddiy narsa, Dow Jonesga kiramiz. Xo'p, Dow Jones indeksini ichida bor mavjud bo'lgan kompaniyalar ketma-ketligi mana. Chevron, Walt Disney, Amgen, Amazon, International Business Mentions Corp, Kisco, Visa, McDonald's, Nike. Xullas, mana shuning hammasi JP Morgan Case Co. JP Morgan eng kuchli likvid pastavich qiluvchi kompaniyalardan bittasi. Juda ko'p brokerlarda aynan JP Morgan likvidnost pastavich qiladi. Likvidnost nimaligi haqida keyinroq ma'lumot berib o'tib ketaman keyingi mavzuda. Juda katta kompaniyalardan iborat. Masalan, Coca-Cola, Nvidia, xullas mana shu holatdagi kompaniyalar bor. Bu yerda Microsoft ham bor, masalan, Dow Jones ichida. E'tibor berib, juda ko'p holatda change va change percent bor. Tushundinglar, necha foizga o'zgargani. Maksimumi, oldin qayerda yopilgan, qanchaga o'zgardi, hozirdagi narx qayerda. Demak, oldin 190 bo'lgan, masalan, kelib Walt Disneyga o'tamiz. 979 bo'lgan, har bitta aksiyasi narxi. Maksimum chiqqan joyi shu bo'lgan, minimum chiqqan joyi shu bo'lgan. Necha foizga tushdi? 0.62% ga tushdi. Minus 0.62 bo'ldi. 99.17 dollarga teng hozirda. Oldin 99.79 bo'lgan. Xullas, xuddi shunday tarzda biz kompaniya aksiyalarini narxlarini bilib olamiz. Bu narsalar bizga nimaga kerak? Agarda siz ma'lum bir strategiyada ishlamoqchi bo'lsanglar, deylik, sizning ma'lum bir strategiyangiz bor. Bu strategiya nimaga iborat? Bozor qandaydir holatda harakatlanishni boshlaydi. Va siz shu bozorni analiz qilasiz-da, o'zga kerakli joylarni belgilaysiz, analiz qilasiz, etagdali. Ma'lum bir hududga kelgandan keyin savdo qilishni boshlaysiz. Agarda siz ideal holatda savdo qilishni xohlasangiz, bozorda siz xohlagan bozor kelishini kutasiz. Kutishingiz shart. Bu 1 kun vaqt ketsin, 2 kun vaqt ketsin, 3 kun vaqt ketsin, kutishingiz shart. Agarda bozor siz belgilagan vaqt ichida kelmasa, demak, siz analizni xato qilgansiz yoki birinchi boshqa joyga borishni reja qilgan bozor. Ana undan keyin kelish ehtimoli bo'ladi. Tushundinglar? Ana undan keyin kelish ehtimoli bo'ladi. Bu bizning birinchi qoidamiz. Birinchi qoida nimadan iborat? Kutishdan iborat. Aslida bu birinchi qoida emas. Ya'ni bundan oldin yana bitta qoida bor. Bu nulvoy qoida. Biz bozorga kirib zilk ochishdan oldin, kutishimizdan ham oldin analiz qilishimiz shart. Ya'ni analiz qildik, bozor qayerga boradi, nima qiladi, qachon etagida. Analiz nimaga asoslanib qiladi?
Tradingda bitta narsa bor, tarix doim takrorlanadi. Ya'ni oldin chizilgan narsa keyin ham bo'ladi degan fikr bor. Aynan shu narsa tarix takrorlanadi degan narsa. Lekin bu narsa har doim ham bo'lmaydi. Ya'ni qay holatda har doim ham bo'lmaydi. Deylik, mana bu yerda men out USD ni oldim. Tak. Out USD, avstraliya dollarini dollarga nisbatan. Mana bu holatdagi harakat keyinchalik qaytarilmasligi mumkin. Qachon qaytarilishi mumkin? Bu boshqa kattaroq time frame'da yoki kichikroq time frame'da qaytarilishi mumkin. Shuning uchun ham tarix qaytariladi deyiladi. Lekin aynan shu time frame'da xuddi shu holatni beradigan emas. Boshqa time frame'da ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham tarix takrorlanadi degan fikr bor. Demak, bir daqiqa. Endi aslida bozorda kimlar kiradi va biz savdo qilish uchun nimalardan foydalanishimiz kerak? Deylik, men boshqacha chizishga harakat qilaman. Mana bu bizning fond bozorimiz. Fond bozoriga umuman, ya'ni oldidan shunchaki o'tib ketayotgan odam shundoq kirib savdo qila olmaydi. U uchun sizni shartnomangiz bo'lishi kerak, boshqa bo'lishi kerak. Ilgari doim shunaqa edi. Keyinchalik brokerlar qo'shildi. Brokerlarga qanday huquq beriladi? Ya'ni oldin fond bozoriga aynan fond birjalari, krupniy banklar, ya'ni markaziy banklar, fondoviy sug'urta kompaniyalari, yirik kompaniyalar, deylik, investitsion kompaniyalar bor. Masalan, bu JP Morganga o'xshagan kompaniyalar, xuddi shunga o'xshagan kompaniyalar kirib savdo qilishgan va har bitta kompaniyalarning aksiyalaridan oldi sotdi qilib, ular o'z ulushlarini olishgan. Keyinchalik brokerlar paydo bo'ldi. Maqsad oddiy insonlarni ham, oddiy odamlarni ham aynan pulini bozorga olib kirish. U qanday olib kirilardi? Juda ham puxta yo'l bilan, ya'ni brokerlar orqali olib kirilardi. Brokerlar ilgari nima qilishardi? Ilgari boshida oddiy brokerlar bo'lgan. Oddiy treyderlar sifatida ko'rilmagan oddiy insonlar. Shunchaki inson sifatida ko'rilgan. Ya'ni shunchaki klient sifatida. Ya'ni ma'lum bir kichik kompaniya u hali o'zini aksiyalarini ishlab chiqarmagan. Endigina ishlab chiqardi. Aksiyalarning narxi juda ham past, nechidir sent. Va broker xuddi shunday gaplashadiki, shartnoma tuzadi ushbu kompaniya bilan. San aksiyalaringni sotib beramiz. Faqatgina har bitta sotilgan aksiyadan menga 50% dan berasan. Kompaniya albatta chunki yangi ochilgan kompaniya, hali investitsion fondi yo'q, hali hech narsa rivojlanmagan, hech narsaga erisha olmaydi. Unga albatta kerak, investitsiya kerak, unga investorlar kerak. Brokerlar xuddi shu tarzda investorlik qiladi. Investorlik qiladi. Qanday? Jak ko'pchiliklar ko'rgan bo'lsa kerak, filmlarda odamlarga telefon qiladi, men sizga предложением bor, juda zo'r aksiya qo'limga tushib qoldi, bu yoq. Xuddi shu tarzda oldin odamlar aldangan. Ya'ni keyinchalik siz mana bu sotilayotgan aksiyalarning narxi ko'tariladimi, tushib ketadimi, brokerga qiziq emas. Chunki sotilayotgan kompaniyadan bular protsent olib qo'yyapti o'sha. Bular уже foydada. Prям momentalni sotilgan vaqtda bular уже foydada. Keyinchalik oddiy treyderlarga qo'shish boshlangan. Ya'ni mana bu narsa u boshqa tema. Bu уже boshqa tema. Nimaga? Endi ilgari brokerlar mana bunday holatda bo'lsa, endi brokerlar bizga kontrakt asosida savdo qilish huquqini beradi. Kontrakt qanday qilinadi? Aytaylik, JP Morgan. Bu krupniy likvidnost поставить qiluvchi kompaniyalardan bittasi. Likvidnostdan. Birja bozoridan primoy, momentalni har bitta valyuta, har bitta aktiv, har bitta aksiyalarni narxini, yurishini o'zida qabul qiladigan krupniy kompaniyalardan bittasi. Odatda brokerlarga bunaqa berilmagan, imkoniyat berilmagan. Chunki broker ham bu shunchaki dallol.
o'rtada shunchaki dallol. Va ularni signalni broker o'ziga qo'lga kiritishga harakat qiladi. Ya'ni kim o'rtada doimgidek kelishuv. Qanday bo'ladi? Bular signal bularga beradi. Da ushbu signallarga asoslangan holatda bular oddiy insonlarni o'zini targ'ibot qilishiga imkoniyat yaratib beradi. Va mana bu sistema o'zi hammaga ko'rinib qoldimi? Hech kim foyda ololmayaptimi? Yangi sistemaga o'tdi. Bu sistema shundan iborat ediki, endi o'zingiz kirib, o'zingiz xohlagan narsangizga savdo qilsangiz bo'ladi. Hamma narsa o'zingizning qo'lingizda, xohlaganingizcha degan narsa bo'ldi. Dump Money degan film bor. O'shani ko'rsanglar tushunasizlar. Aynan o'shandan boshlandi. Birinchi krupniy brokerlardan biri bu Robinhood. Shu darajada katta xato qilib qo'yadi ular. Boshida juda katta summa yo'qotib qo'yishadi. 3 milliardmi shunga yo'qotib qo'yishadi. Haqiqiy ob'yom nimaligini o'sha filmda ko'rsanglar bo'ladi. Dump Money. Ruschasini ko'rishni maslahat beraman maksimum. O'zbekcha ko'rmanglar, chunki tarjimasi yaxshi bo'lmagan, ashushinglar yaxshi bo'lmaydi. Agar ruscha tushunmaydiganlar bo'lsa, ilojinglar yo'q, mayli o'zbekcha ko'rsanglar ham bo'ladi, lekin juda ham zo'r. Endilikda oddiy insonlarning o'zi bozorga kirib savdo qila oladi. Bu qanday tarzda amalga oshiriladi? 1 sekundda men shuni chizmayman va yozaman. Ya'ni 1 sekundda aytaylik 100 lot. 100 lot bitim ochishga ruxsat beriladi brokerda. Bu buy bo'ladimi, sell bo'ladimi, qiziqmas. Aytaylik, men o'rtacha e'tibor masalasiga qanday holatda faoliyat amalga oshirilishi. E'tibor bergan bo'lsangiz kerak. Qo'lingizda telefoningizlar zilkani ochib tashlagansizlar, anchadan beri shotganlar biladi bu narsani, buyni ochib tashlaysizlar. Juda ham sekin ochadi. Birdan yopsanglar, juda ham sekin tir qilib yopadi. Va har bitta ochilgan bitim bu sell bo'lsa, buy obrazda yopiladi. Buy bo'lsa, sell obrazda yopiladi. Bu nima degani? Har bir sekundda mana shu lot belgilangan bo'lsa, xuddi shuncha lot buy bo'lsa, ya'ni kim sotib olinsa, xuddi shuncha lotni sotish kerak. Ya'ni ki ushbu lot sotilishi shart. Shuning uchun ham ba'zida sekin bo'ladi va ba'zida даже bir necha lotlaringiz qolib ham ketadi. Sababi sizga противоположный lot topilmay qoladi. Aynan shu narsa likvidnost поставщик degan narsa kelib chiqqan aynan shu narsadan. Mana JP Morgan brokerga likvidnost поставщик berdi. Likvidnost nimadan iborat? Bu sekundiga 100 lot ochishdan iborat. Demak, tabiiyki broker taniqli bo'lsa, unga 100 dan ko'p lot ochiladigan bo'lsa, o'sha keyingi sekundga o'tib ketib qolish kerak. Xuddi shu narsa bu likvidnost поставщик qilib berish. Ularning o'rtasida alohida shartnoma bo'ladi. Bu narsa hammamiz bilsak kerak. Ba'zida broker pulimiz chiqarib bermaydi, ba'zida bozor harakati aslida boshqa brokerlarda boshqa joyda bo'lsa, bu brokerda bitta o'ynab oladi. Deylik. Aynan shu narsa likvidirovat qilish, bozordan chiqarib yuborish. Shartnoma asosida har bitta bozordan chiqarib yuborilgan foydadan net deposit deyiladi bu narsa. Net deposit har bitta chiqarib yuborilgan summa, ya'ni kim bozor 100 ta odamdan 99 tasi odam sliv bo'ldi. Faqatgina bittasi hozircha foydada va o'zini pulini ushlab turibdi. 99 ta sliv bo'lgan odam depozitni net depozit deyiladi. Bu чистый depozit. Pul chiqarib olmagan, faqat depozit qilgan, sliv qilgan bo'ldi. Aynan shu narsa net depozit deyiladi. Va net depozit qandaydir miqdor protsenti поставщик likvidnostga tashlab beriladi. Deylik, bu oddiy holatdagi shartnoma. Xo'p, bu oddiy holatdagi shartnoma. Demak, mana bu Apple kompaniyasi. Apple kompaniyasini indeks sifatida ko'ramiz. Ya'ni indeks sifatida ko'rmaymiz. Aslida bu Apple qaysi indekslarga tegishli? Ya'ni Dow Jones 30 top eng kuchli kompaniyalar o'rtasida tegishli. Ya'ni kim aynan Dow Jonesning ichida Apple kompaniyasi aksiyalari mavjud. Nasdaq krupniy 100 kompaniyadan iborat va texnologik kompaniya hisoblanadi. Uning ichida ham bor. S&P 500 500 ta kompaniyadan iborat. Demak, uni ham ichida aynan Apple'da qanaqasi bor. Market cap bu oboroti 3 trillion 864 milliard 14 million
оборот. Umumiy hisobdagi оборот bu. Tushunasizlar? Mana bu umumiy hisobdagi оборот. Income adashmasam sof foyda, cash value qani edi? Cash. Bu degani har bittasidan qilinadigan, har bitta mahsulotdan qolinadigan foyda. Demak, shu vaqtgacha sotgan aksiyalari 14 milliard aksiya bor. Va shundan 14,66 tasi оборотda. То есть mavjud. Oldi sotdi qilinyapti. Bor, kimdir olyapti, kimdir sotyapti и так далее. O'sha boshqa protsentlari, boshqa ma'lumotlari buni keyinchalik aniq qilsak bo'ladi. Chuqur kirib ketib qolamiz o'z bu mavzuga. Umumiy hisobda bitta qarasak, market capga bu juda ham katta summa bitta kompaniya uchun. Tushunasizlarmi? Employees mana bu yerga qarang, ishchilari bor yo'q 166 mingta odam ishlaydi. Tushunasizlarmi? Bor yo'q 166 mingta odam ishlaydi, lekin оборот qaranglar, вообще zo'r rezultat. Reально вообще zo'r rezultat. Xo'p, yana nima bor edi? Botda EPS $1 ishlash uchun $799 investitsiya kiritish kerak degan narsa bor adashmasam. Xo'p, mana bu oxirgi dividend bergan kuni, 9-fevralda oxirgi dividendda yechilgan. Umumiy hisobda dividend future o'rtacha holatda yilda 0.9%, ya'ni $1 ga 0.4% qo'shilyapti degan holatda berilgan. Bu qolgan har bitta informatsiyalar bor mana shu o'zida. Pastga tushsanglar, yangiliklar, qaysi yangiliklar bunga ta'sir qilishi mumkinligidagi holatdagi yangiliklar tak partnership bu ularga qo'yilgan baholar adashmasam. Mana bu yerda kompaniyani qancha aktivi, mana bu yerda o'zini, mana bu yerda aktiv bo'ladi-yu, mana bu yerda o'zini aktivi. Aynan shu aktivini qancha foizi boshqalarga tegishli. Ya'ni kim boshqa krupniy kompaniyalar ham sotib oladi. Aynan o'sha kompaniyalar qaysilar? Mana institutional ownership, mana ownership qaranglar. Mana bitta o'shani ma'lumoti bo'lishi kerak, adashmasam, mana shu yerda bor. Mana 65,56% aksiyalarni boshqa kompaniyalar, krupniy kompaniyalar sotib olgan. Tushundinglar? Целый mana shu 14 milliard aksiyani 65,56% boshqa kompaniyalarga tegishli. Bu sug'urta kompaniyalari, fond birjalari yoki likvid поставить qiladigan kompaniyalar bo'lishi mumkin, krupniy banklar bo'lishi mumkin. Umuman bilmasam, qaysilar? JP Morgan bor, 1,3%. Masalan, Vanguard Group, BlackRock ham eng qadimiy, eng krupniy kompaniyalardan bittasi bu. Morgan Stanley bor, bu yerda Price Row buni ko'p ko'rmaganman, Norges Bank ham bor, bu yerda. Umumiy hisobda kimlar? Aynan shunaqa kompaniyalar doim kategorически doim mana shu kompaniyani aksiyalarini sotib olishadi. Demak, bunaqa krupniy kompaniyalar mana shu kompaniyalarning anaqasini sotib olyapti aksiyasini, demak, davom etadigan kompaniya hisoblanadi. Xo'p, endi biz savdo qilmoqchi bo'lgan narsamizga buni nima daxli bor, biz o'rganayotgan narsalar. Biz stabil qilishimiz uchun o'zimizga stabil harakat qiladigan indeksni olishimiz kerak. Birinchi o'rinda US 30. Aynan mana bu kompaniyalar aksiyalari. Biz CNBC dan kirib buni kuzatib turishimiz kerak bo'ladi. Stabil savdo qilishimiz kerak bo'ladi, deylik. Xo'p, buni ichidagi har bitta narsani ichidan o'ribamiz. Aniq qilsanglar bo'ladi. Albatta nima qo'yadi, и так далее. Albatta o'zingizga bor. Ger 40 bor. Buni ham kuzatib ko'rsanglar bo'ladi. US 30 Nasdaq bu, US 500 bu, S&P 500 masalan. Brendimiz bu oil, ya'ni neft. Buni orasida adashmasam VTI ham deyiladi, u ham neftda adashmasam. Crude oil bu neft anaqa. Qora neft deydimi, nima deydi? Shunaqa. How using menimcha hamma biladi, top-view. Tak. Всё. Bu asosiy stabil indekslarimiz, savdo qilishimiz mumkin indekslarimiz. Mana bu yerga taalluqli biz yangiliklar bilan birgalikda savdo qilmoqchi bo'lsak, uzoq muddatli savdo qilmoqchi bo'lsak, indekslar va valyutalar ideal holat. Nimaga tilla haqida gapiryapman? Sababi tillarda savdo qilish uchun optis normalniy bo'lishi kerak. Prям bukvalniy normalniy bo'lishi kerak optis, чтобы tillarning har bitta harakatini his qilish uchun. Tillarda savdo qilish uchun bir kunda eng kamida 4 soatdan 8 soatgacha uni kuzatishingiz kerak bir oy davomida. Aynan uni harakatini kuzatib, prям suv qilib ichib yuborish.
Agarda bunaqa imkoniyatlaringiz bo'lmasa, lучший variant tilga пока что kirmaganingiz yaxshi. Va barcha darsliklar ham boshqa valyutalarni ichida analiz qilib ko'rsatib beriladi. Va uzoq muddatli savdo uchun valyutalardan zo'r yo'q. Valyutalar eng oddiysi, eng tushunarli yuradigan eng zo'r aktivda bu. Chunki to'g'ri, tilga o'xshab zo'r bermaydi, kam beradi, lekin stabillik bo'ladi. Tushundinglar? Deylik, siz analiz qilasiz, mana bu yerdan savdoga kirasiz. O'rtacha holatda, mana bu yergacha ushab turdingiz. 5 soat vaqt ketdi. Bir yog'i 118 pips yurdi 5 soatda. Keyin tilda hisoblaymiz. 5 soatda qancha yurishi mumkin? Deylik, mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lyapti, mana 5,5 soat bo'libdi. Ko'rsam 5,5 soat. Bu 518 pips yuryapti. 518 pips yuryapti. Ana undan почти 3 barobar ko'p bo'lyapti. 118 yurganida 4 barobar deylik, грубо говоря. Вот. Lekin xuddi o'sha impulsli momentlarni ko'radigan bo'lsak, 2 soatda 1,5 ming pips yuryaptim men bu yerda. 717 dan da. Xuddi shuni yurib tashyapti. Bu zo'r, lekin agar siz qarshi kirib qo'ysanglar, juda ham katta minus bo'lishi mumkin. Mana bu tomonini ham yaxshilab o'ylanglar. Вот, shu uchun boshida meni rekomendatsiyam eng topoviy valyutalar bu yevro dollar, AUD dollar, GBP JPY, xo'p, yevro AUD va AUD dollar. AUD dollar yozganman. Bo'ldi. Пока что mana shu to'rtalasi eng yaxshisi sizlar boshida. Faqat uyga vazifalarni ham, analizlarni ham shunda qilgan yaxshi. Bozor tekshirishda ham, savdoni ham shunday qilsanglar, bozor anchaga tushunib qolasizlar. Buni orasiga biz shunchaki GBP USD ni qo'shsak ham bo'ladi. Eng topoviy pullardan bittasi. Eng yaxshi treyderlar shulardan foydalanadi. Bu yomon emas, juda ham zo'r. Вот. Bir daqiqa. Qani, qolganlar nima bo'lyapti? Так, endi уже men 9 olib tashlayman, 30 minut turdi silka, 35 minut turdi. Men silkani o'chiraman. 600 odam ko'rdi. Meni kechiringlar. Aytdim, qildim. Vazifa shay qilaman dedim, qildim vazifa. Так. Так, 21:33. AUD USD haqida nima deysiz? Tak, gruppada уже savol yozish boshlabsizlar. Men javob berishni boshlayman. AUD USD aynan shu aytganimda eng zo'ri AUD USD, eng prem zo'ri AUD USD bilan NZD USD. Bu ikkalasi eng zo'ri hisoblanadi. Nima uchun? Bular juda sekin va juda ham stabil yuradi. Ya'ni kim siz qancha kam kirsangiz, shuncha kam foyda ham olasiz, shuncha kam minus ham qilasiz sizga qarshi yurib qolsa. Lekin riskni ko'targan sari siz bozorni his qilishni boshlaysiz. AUD USD, NZD USD eng zo'ri hisoblanadi. Maslahatim eng zo'r boshida yangilar uchun mana shulardan foydalangan yaxshiroq. Xo'p, menda bitok shunchaki turibdi. Bitokda har zamonda bir savdo qilaman. Men 63 mingmida 64 mingga tushishini kutgandim. Ancha bo'ldi bunga. Tushdi. Sen 2 yil kutding deydi o'quvchilarim, to'g'ri, lekin 2 yil kutdim rostdan qaraylik, impuls bilan tushdi. Tushadi degan joyimgacha tushdi, mana 60-64 tushdi. Birinchi tushishda men minus qilib oldim. Ikkinchi tushishda men aynan mana shu yerning o'zida foyda olib bozordan chiqib ketdim. Bitta chiqishim o'ziga men zararimni, foydalarimni yopib chiqib ketdim. Bu qaytib kirganim yo'q bitok ko'shi bilan. Kriptovalyuta masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu raqamli. Menimcha maqsadni hamma ko'rgan. Raqamli pul hisoblanadi. Ya'ni bizda debit kartangiz bor, kartangiz bor. Kartangizning ichida nima bo'ladi doim? Mana bu raqam chaladi. Kartangiz ichida pul bor. Lekin u pul mavjud emas. U pul вообще yo'q aslida. U naqd pul emas chunki. Aynan shu narsa raqamli pul deyiladi. Kriptoda ham xuddi shunday. Har bitta summa ko'rsatilgan, har bitta ko'rsatilgan tokenlar boshqasi raqamli pul hisoblanadi. Real pul emas. Uni puli ishlab chiqarilmagan, qiymatga ega emas demoqchiman. Aytaylik biz GBP degan anaqa to'xtaladigan bo'lsak, masalan GBP. Bu nima? Britanskiy funt. Xo'p, britanskiy funt. GBP bu britanskiy funt. Bu yaratilgan. Britaniya funt sterlingi masalan. Yoki dollar. AQSh
Amerika Qo'shma Shtatlarining asosiy valyutasi yoki so'm, O'zbekiston Respublikasining so'mi hisoblanadi. Xo'p. Endi 37 minutdan beri to'xtovsiz gapirman. Ozgina charchab qoldim deydi-ku. Xo'p, menimcha hamma tushundi degan umiddaman. Kimdadir qanaqadir savol bo'lsa, mikrofonni yoqamiz. Oldindan aytib qo'yaman. Faqatgina o'tgan mavzu haqida savollar bo'lsa, bemalol so'ranglar. Keladigan mavzular haqida umuman savol eshitmayman, javoban bermayman. Bitta keyingi mavzuni bir boshdan spis qilib qo'yganman, o'tib beraveramiz. Analiz umumiy hisobda trading viewda qilaman, oddiyroq. Bozor aktivlarini indeksda savdo qilmoqchi bo'lsam, faqatgina mana shu ikkita saytdan qilaman. Bu birinchisi Finviz, ikkinchisi Dow Jones, CNBC. Ya'ni bu yerda indeksdan oltinni yoki stok aktivlarini bemalol ichini ko'rsanglar bo'ladi, yangiliklarni ko'rasizlar. Juda ham zo'r. Va xuddi shu holatda mana bu yerda biz masalan forex olishga o'tsak, mana bu holatdagi harakatlar, masalan MAPSga o'tadigan bo'lsak, umumiy hisobdagi bozor holati, masalan aktivlar, aksiyalar, indekslar yoki qaysi holatda qanchalik ko'paygani, tushganini siz har bittasi ichiga kirmasdan turib ham ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli. Mana o'zimda olaman deydik. Bunday qilaman. Tashladim. Tak, bir daqiqa boshdan qilayotganman. Texnology. Xo'p, qaranglar. Ana shu yerda men Telegram kanaliga tashlab qo'ydim. Milliongacha o'zimizning kanalga tashlayman. Bu narsani mana. Xo'p, bu yerda nima ko'ryapsiz? E'tibor bering. Aynan texnologiyalar. Mana shu bo'lim umumiy hisobda texnologik kompaniyalarda. Mana bu yerda finansiy kompaniyalar. Healthcare, ya'ni sog'lomlashtirish yetakdagi narsalar. Energiyalar, industriallar, communication servicelar, Google, Meta shunga o'xshagan. Consumer, Amazon, Tesla yetakdagi ketaveradi bu yoq. Tushundinglar? Har bittasi bo'limlarga bo'lingan. Va har bittasi qay darajada ko'tarildi, qay darajada tushdi, ichida qanday narsalar bor, nimalar bor, hammasini ko'rsanglar bo'ladi. Tushundinglar? Bo'ldi. Tesla'ning ichida Tesla, GM va Apple bor. Amazonning ichida Amazon, Dash va eBay bor. Apple'ning ichida o'zi MSFT, bu Microsoft adresan. Microsoft, Oracle, hamma narsasi, masalan, e'tibor beringlar, har bittasini o'zining punkti bor. Har biri qay foizda tushdi, qizdan belgilangan, qay foizda ko'tarildi. Nvidia qarasak, yashildan belgilanadi. Chunki bu ko'tarilgan degan. Oil, gaz, hammasi bor. Bir boshdan ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Juda ham murakkab sayt, lekin easy. Boshda ko'rish uchun bu masalan bir kunlik davomida qanchalik ko'tarildi, shuni bilib olsanglar bo'ladi. Asosiy bozor obyomi, ya'ni volum kuchini ko'rsatadi. Bu yerda biz yangiliklarni, bozor xarakterini, harakatlarini polni ko'rsak bo'ladi. Oxirgi yangiliklar Trump yetakdagi Trumpdan olamman. Xuddi shu tarzda davom etadi. Va asosiy shamdonlar bilan analiz desam, trading viewda amalga oshiraman, chunki bu yerda mana magnezon strategiyam bor. Aynan magnezon strategiyam menda oltinga savdo qilayotganimda maksimal tarzda 100% desam bo'ladi, qo'rqmasdan ishlab beradi. Chunki 100% ishlab beradi deyishimni asosiy sababi nimadan iborat? Ya'ni asosiy ikkita zona beradi, bitta tepadan, bitta pastdan. Bo'ldi. O'sha yoqqa boradi deb beradi. Chunki bozor bir joyga tiqilib qolmaydi-da. Baribir yoki unga yoki bunga boradi. Shuning uchun 100% zonadan qo'rqmasdan. Aytadi, agar buy ketmasa sel ketadi deydi, xuddi shu narsada. Va aynan o'sha zona menga magnit zona qilib ko'rsatib beradi. Aynan o'sha zonada men atkat uchun ishlayman. Shuning uchun magnit zona strategiya ideal ishlayveradi. Xo'p, kimdir men bugun ko'rib qoldim, Instagramda strategiyani o'g'irlamoqchi bo'ldi. Lekin vobshe o'xshamagan. Bir nimalarni chizib tashlagan indikatori, keyin qo'yilib tinchgina qo'shilmay qo'yadi, indamadi. Shunaqa gap. Demak, o'tgan analizga bitta e'tibor beramiz. Men bu nastroykadan o'chirib qo'ygandim. O'tgan analizga e'tibor beramiz. Bu yerda mana bu kun uchun bu 26-aprel analizim adashmasam, yo'q, uzr, adashdim. 26-yil 8-aprelniki bo'lgan ekan, 4 kun oldingi. 2 marta zelka ochdim va вообще-то 3 marta zelka ochganman. Mana bu yerda ham bitta sel bitimim bor. Uni juda ham tez yopganman, chunki uyqusirab ochgandim, vaziyat ko'rib qo'yganim uchun. M5 ta M3 ta man bitta vaziyat ko'rganman. Aynan o'shandan olganman va juda ham tez yopganman, qaytib uxlab olganman.
Keyin o'sha turganimdan keyin o'sha 2, 3, 1,5 birlarda turadigan xarakterim bor. O'shani turganimdan keyin men bu yerda analiz qilib turib, yana savdo qilishni boshladim. Xo'p, nimaga kech turaman? Sababi men ertalab 4 da bozor ochilsa, to bozor ochilguncha uxlamayman. Bozorni ochilishini kutaman. Shu hisobga kechga qolib ketaman, kechgacha qolib ketaman. Xuddi shu holat bo'ladi. Va mana bu yerda asosan zonalarni ko'rgan order bloklarim bor va ishlab oldim. Keldi, mana bu yerda kelishini kutganman, mana shu yerdan ishlab oldim, bo'ldi. Shu bilan chiqib ketdim. Keyin ertasi kunga keldim. Ertasi kuni bir nechta savdo qildim. Mana shu yerdan adashmasam bulardan signal berganman, lekin uni telefonda analiz qilganman, kompyuterda qilmaganman. Shuning uchun informatsiya ko'rinmagan. Bu o'sha juma kungisi. Kungisi asosiy zonalarim belgilangan, qayergacha borish kerakligi, qayerdan ishlashim kerakligi bo'ldi. Shu bilan bozordan chiqib ketganman. Adashmasam bulardan bir nechtasini sizlarga berganman signallarni. Telegram kanalda qarovda bor. Ko'rgan bo'lsanglar. Vaqtda savdo qilmoqchi bo'lsam, ikkita zona kutaman maksimal holatda. Bu yaxshi holat. Shunda oldim, ikkita zonadan foydalanib oldim, chiqdim, ketdim, bo'ldi. Undan ko'p qorni og'ritadi deydi. Nimaga? Tillarni og'ritadi. Volatilnisi yuqori bunda. Juda yuqori. Hozirgi holatda simbol kredit yelkamiz juda ham qisilgan. Shuni hisobga olgan holatda bozorda ob'em asosan selga o'zgarib qolgan. Shunaqa gaplar. Demak, bugungi mavzu bo'yicha kimda qanday savol bor? Qo'lchalaringizni ko'tarsanglar, men dostуп beraman. TSP dostуп berdim. Bemalol savollarni so'rasanglar bo'ladi. Tushunmagan joyinglar bo'lsa. Tabii. Eshitilyaptimi ovozim? Ha, ovoz eshitilyapti, Labi. Qarshilik yordamchi zona dedingiz, o'shanda indikator haqida gapirdingiz, o'sha joyga hozir tushunmay qoldim-da keyin. U haqida aytdim, keyin tushuntiraman hali. Keyingi mavzularda bo'ladi. U mavzu alohida mavzularimiz bor. Ha, baribir kelib beradi dedingiz-ku, misol o'shani qarshilik bilan yordamchi zona haqida gapirdingizmi demoqchiman-da shunda. Yo'q. Unaqa mavzu bo'lgani yo'q. Bo'ldi. Men shuni tushunibman-da. Yo'q, bo'ldi, chiqsa yo'q. Xo'p, savolingiz bo'lmasa boshqa, men yana mavzuni davom ettiraman va o'zimcha ma'lumotlar berib o'taman. Bozorda umumiy hisobda nimalar bor va qanday analiz qilamiz? Analizimiz qanday savdo qilamiz? Bozorda nimalar bor? Bozorda yo'q narsaning o'zi yo'q. Yo'q narsaning o'zi yo'q. Ya'ni biz bozorda bemalol aksiyalar bilan savdo qilishimiz mumkin. Obligatsiyalar bu qarzdorlik va boshqa so'zlarni uni ham tushuntirib beraman. Aktivlar, metal deylik, qay metal deb ketaman, to'g'ri mineral deyman, вообще-то mineral deyman. Hammasini bitta qilib qo'shib ketaman. Forex deymiz. Oxirida yana bitta qo'shaman. Mayli, qo'shib ketay birdan. Xo'p. Aksiyalar nimaligini tushundinglar. Ma'lum bir kompaniyaning qimmatli qog'ozi va ushbu qog'oz o'sha kompaniyani egalik qiladigan huquqiga ega bo'lasiz. Ya'ni kim siz aksiyalarni sotib olsangiz, aytaylik Apple'niki bo'ladigan bo'lsa, siz ushbu Apple kompaniyasini necha foiz aksiyasini sotib olgan bo'lsangiz, xuddi shuncha aksiyasi siz egasiz. Sof foydadan dividend ajratilganda, xuddi aksiya sotib olgan darajalaringizdagi foiz, sof foydadan foizi sizga tegishli bo'ladi. Deylik 1% gina sotib olgan bo'lsangiz ham 100 millionni 1% 1 million bo'ladi. 1 million sof foydadan dividend sizga hisoblanishi kerak. Вообще-то. Вот. Obligatsiyalar odatda krupniy kompaniyalar tomonidan boshqa bir kompaniyalarga, boshqa bir banklarga, davlatlarga qarz sifatida beriladi va ma'lum bir vaqt ichida ma'lum bir protsent evaziga beriladi. Aynan shu narsa obligatsiya deyiladi. Xo'p, aktivlarni tushundinglar. Aktiv qay ma'noda tushundirsam, aktivlarning ichiga bizning valyutalarimiz, har bitta valyutani o'zini aktivi, indekslarni tiqib olsak bo'ladi. Minerallarning ichiga neft, gaz, tilla itaqdalik kirib keladi. Forex bu foreign exchange. Foreign, ya'ni prime foreign exchange bu faqat valyuta. Forex so'zi aslida faqat valyuta. Ko'pchilik aytadi, trading bilan shug'ullanmasa qayerda savdo qilasan? Forexmi, kriptami deydi. Trading sen o'sha forexmi, kriptami deb ham so'raydi. Trading o'zi savdo qilish. Tushunasizmi? Trader bu savdogar. Keyin forex deysan qo'yasan. Hamma forex deb tushunadi. Tillarda savdo qilsang forex bu, aksiya, obligatsiya bilan savdo qilsang forex bu,
Minerallar bilan boshqa bo'lsa ham forex bo'ldi. Asosiysi kripto bo'lmasa bo'ldi ichiga. Qolgan hammasini forex deb tushunishadi. Yo'q. Faqat valyuta bilan savdo qilish forex deyiladi. Foreign exchange. Out USD, Euro USD, out, mana Euro out, Euro JPY, GBJPY etaklar bilan hammasi forex bo'lib ketadi. Tushundinglar? Xo'p, kripto bu aytganda raqamli anaqalar. Buning ichida Bitcoin, Ethereum yoki Solana boshqa narsalar kirib chiqadi. Kirib ketadi ichidan. Xo'p, opsionlar bor. Keyinchalik kompaniyalarga ham o'zi opsionlarga savdo qilish ruxsati berilgan opsionlar va futureslar yo'nalishi bor. Xo'p, hozir men tradingda ikki xil yo'nalish bor. Bu investor va samter. Ya'ni trader nima qiladi? Traderlarning turini birdan yozib ketaman tushunishinglar uchun. Scalp bir necha sekunddan minutgacha savdo qiladigan odamlar scalper hisoblanadi. Tushundinglar? Bu traderlarning bir turi. Day trading bir necha soatdan kun yakunigacha yopiladi. Tushundinglar? Kun yakunigacha. Bu day trading bo'ladi. Swing trading bu bir necha kundan hafta, oy ushlab turiladi. Investor nima qiladi? Investor aksiyani oladi va uzoq muddat ushlab turadi. Bu bir necha oydan yilgacha cho'zilishi mumkin. Bir necha yillab cho'zilishi mumkin bo'ladi. Investor bilan traderning farqi shundan iboratki, investor bir necha yil kutib, bir necha protsent foyda oladi. Trader har bir bitimida bir necha kun ichidan, mana sekunddan kun, oygacha bir necha foiz oladi. Traderning ishi juda ham xavfli, juda ham katta riskka ega, juda ham kuchli psixolog bo'lish kerak. Psixolog degani bu kurs sotadigan hozirgi psixologlarimiz emas. Psixologiyangizni boshqara bilishingiz kerak. Ya'ni kim balansingizni nazorat qilishingiz, qachon kirib, qachon chiqishni bilishingiz kerak. Atrofingizda bo'ladi itvachchalar qo'pol qilganda, o'zi so'rayman. Bu kirma bo'lmaydi, bu nimaga erishasan, nima qilaversan, kerak emas deydiganlarda. Siz birozdan keyin natijaga chiqqaningizdan keyin iltimos menga ham o'rgat deb yalinib kelganlar bo'ladi. Tushunasizmi? Men pulimni beray, ko'paytirib ber deydiganlar bo'ladi. Trader o'zini puli bilan risk qiladi va juda ham katta risk qiladi. Investor kompaniyalarga risk qiladi. Risk xavfsizligi juda ham kam, lekin foyda ham kam. Lekin juda ham stabil. Psixologiya bo'lish shart emas, shunchaki pulingiz bo'lishi kerak. Chunki siz investorsiz, siz faqat investitsiya qilasiz. Ba'zida aynan investorlar o'zi krupniy сделка ochishni xohlashadi-yu, lekin risk qilishni xohlashmaydi. Nima qilishadi? Trader bilan bog'lanishadi. Aynan o'sha narsa investitsiya olish deyiladi. Investordan investitsiya olish. Xo'p, mana shu holatdagi farqlari bor. Endi opsion va anaqalarga o'tamiz. Opsion, ya'ni boshqa yo'llarga o'tamiz. Opsion ma'lum bir vaqt ichida bozor harakatlanyapti, to'g'rimi? Ma'lum bir vaqt ichida siz pul tikasiz. Va shu vaqt ichida bozor yuqoriga ketishiga qo'yasiz. Deylik, shu vaqt ichida mana shu narxdan ko'ra bozor yuqoriroqda bo'ladi. Aynan shu narsa opsion bo'lib ketdi. Va rostdan ham xuddi shunday holatda bo'lsa, bu sezilarli darajada bo'ladimi? Juda ham kam bo'ladi, farqi yo'q. Asosiysi pul solgan aynan narxingizdan yuqoriroqda yoki pastroqda bo'lishi kerak. Ya'ni, deylik, bir kundan keyin bozor yuqoriga bo'ladi. Siz $100 bitim ochasiz. Har bitta bitimda to'lanadigan foiz stavkasi 80%. Agar rostdan ham ozgina yuqorida bo'lsa, siz $80 sof foyda qilasiz bir daqiqa ichiga. Va $100 balansingizni $180 qilib qaytara olasiz. Agarda aksincha hatto bir pipskina pastroqda bo'lsa ham, siz $100 balansingiz 0 ga teng bo'lib qoladi. Siz balansni boshqarsangiz bo'ladi. Balansingiz 100 bo'lsa $1 dan qilib boshlasangiz ham bo'ladi, $2 dan qilsangiz ham bo'ladi. Bu sekund bu bo'ladi. Lekin bu
opsion sohasini ichiga kirganingizdan keyin nerealniy kirib ketib qolasiz. Men ustozim opsionda ishlagan. Oldin Wall Streetda ishlagan 12 yil adashmasam. Undan keyin chiqdi, MetaTrader orqali, boshqa brokerlar orqali, aksiyalar orqali ishladim dedi. Kompaniyalarni, anaqalarni nedvigichность orqali ishladim dedi, menga yoqmadi. Va opsionlarga o'tdim dedi. Hozirda haftasiga kamida $100,000 bo'lsa $50,000 balansidan yechyapti. Tushundingizmi? Har hafta $100,000, $150,000 bu ideal summa. Nafaqat ideal summa, balki ko'pni summa bu. Xo'p, endi lekin riski, zarari juda ham katta. Judalar katta. Hozirda skalperlarni nima deb atashadi? Razgonchalar deb atashadi. Razgonchalar. Yangi nom, yangicha yo'nalish. Vot. Shunaqa nima? Dividendlar, kompaniya foydasidan ulush. Aksiyalar bu kompaniyaning ulushi. Siz aksiya sotib olganingizda kompaniyaning bir qismiga egalik qilasiz. Turlari oddiy aksiyalar bor va imtiyozli aksiyalar bor. Ya'ni oddiy aksiyalarda sizga ham dividend beriladi, ham ovoz berish huquqi beriladi. Ovoz berish bu kompaniyani qanaqa generalniy direktori yoki direktor yordamchisi yoki kimdirni saylashga yordam berasiz. Shunday holatdagi ovoz berish huquqi bo'ladi. Bu oddiy aksiyalarni sotib olganingizda beriladigan huquq. Agar imtiyozli aksiya bo'lsa, faqatgina belgilangan dividend beriladi va sizga hech qanday ovoz qilish huquqi berilmaydi. Xo'p, obligatsiyalar bu qarz instrumenti hisoblanadi. Ya'ni siz kompaniyaga yoki davlatga pul qarz berasiz, ular esa foiz bilan qaytarishga majbur bo'ladi. Ana shu shartnoma obligatsiya deyiladi. Davlat obligatsiyalari ishonchli, lekin daromadi kamroq, chunki davlatnikida daromadi juda ham kam bo'ladi. Ammo korporativ obligatsiyalar bu qanaqadir kompaniya bo'lishi mumkin, inqiroz tushayotgan kompaniya bo'lishi mumkin, uchrayotgan, daromad tushib ketayotgan kompaniya bo'lishi mumkin. Unaqa korporativ obligatsiyalarni investitsiya qiladigan bo'lsangiz, daromad yuqori bo'ladi, lekin xavf ham juda ham yuqori bo'ladi. Bu uchun baribir maksimal darajada biz ishonchli yo'nalishlarni topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Tushunarli bo'ldimi? Demak, bo'ldi. Bugungi mavzu shu. Hozir gapirsam gapiraveraman, tugamaydi. Og'zim charchab ketdi. Pashta 1 soatdan beri gapiryapman bor. Demak, Abdulla nechta biza? 198 ta o'tiramiz efirda. 198 ta? 200 ta deylik, 600 ta bo'lib ketamiz. 400 tadan chiqarib tashlashim kerak. Xo'p, unda savol bermoqchi bo'lganlar mikrofonni yoqsanglar, hozir men dostуп beraman sizlarga. Bugungi mavzu bo'yicha kimda qanday savol bo'lsa, bemalol mikrofon bosinglar, men sizlarga dostуп beraman va savollaringizni so'raysiz. Agar savol bo'lmasa, mavzuni tugatamiz va ertaga darsliklarni yana davom ettiramiz. Demak, ertangi darsligimiz 9:30 da bo'ladi. 9:30 da qilamiz. 9 da emas, 10 da emas, 9:30 da qilamiz, чтобы hamma ishdan kelib ovqatlanib ulgurishi uchun. Assalomu alaykum. Qaysi kunlari bo'ladi darslar? Dars hozircha har kuni qilishimiz ham mumkin. Ovoz berish orqali qilamiz. Hozir men kakas ovozga pol taqmayman. O'sha narsani belgilasanglar, kimda ko'proq ovoz bo'lsa, shunga qarab darsliklarni qilamiz. Savol bor. 1 daqiqa. Xo'p. Beraymi? Albatta. Assalomu alaykum. Tanishganimizdan bizda shunday imkoniyatlar yaratib sizga. Endi bu kanalga qo'shimcha shu iloji bo'lsa, mana siz o'zingiz ham trading videodagi nastroykalaringizni, qaysi paralarda ishlaganlaringizni hammasini hammamiz bir xil bo'lganimiz yaxshi, shundan bir nastroykalarni ham bizga yubatib bersangiz. O'zimizda nastroykalar bor, lekin sizniki bunaqa fioletiy bo'lib turibdi, sal boshqacha просто bu nima fioletiy nomi sel tushunmayapman-da shuni. Hammamiz bir aytma dedim.
Qarang. Men sizni tushundim. Bu juda ham oddiy narsa. Bu shunchaki ranglar ketma-ketligi. Siz ushbu ranglar ketma-ketligini xohlaganingizcha to'g'rilasangiz bo'ladi. Men faqatgina o'ng tomonni polni fioletoviga qilganman. Bu nima degani? Bozor pastga ketayotgan har bitta shamdonni menga fioletoviy holatda qilib beradi. Deylik, men ushbu rangni faqat sariq qilishim ham mumkin. Faqat sariq qiladigan bo'lsam, unda hamma narsa menga sariq bo'lib ketadi. Tushundinglar? O'zimga qulay qilib olganman, чтобы ko'zim og'rimasligi uchun. Buni har bittasining kodi bor o'zini. Men kodlarni ham kanalga tashlab qo'yaman. Kimga kerak bo'lsa, bemalol olib olasizlar. Mana buni +5 karachi qilib qo'yganman, o'zimizni vaqt bilan to'g'ri bir xil bo'lishligi uchun. Bu birinchi nastroyka. Ikkinchi nastroyka settingga kirsanglar, events bor. Eventsda session break qilib qo'yaman. O'shani yoqib qo'yaman va mana buni salgina pastroq qilib qo'yasizlar. Bu nima uchun kerak? Чтобы bizga xalal bermasligi uchun 12% qilsam. Bu nima? Bu bir kunni yopilishi va keyingi kunni ochilish joyi. Aynan shu narsa session break. Hop, mana bu valyuta paralariga boshqa narsalarga keladigan bo'lsak, buni shunchaki o'zlaringizga qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Eskilaringizni olib, mana bunday qilasizlar, yozib bir boshdan plyusga bosib chiqasizlar, bo'ldi, qo'shilib chiqadi. O'sha nimada trading view'da nima deydi? Pulli nimasi? Sababi 14 ta sizda hozir indikatorda ko'rsatib turibdi. Biz bittadan keyin nimadir sotib ol deyapti-da. Tushundim. Menda 14 ta indikatordan hammasi o'chirilgan. Men 20 ta qilsam hammasi o'chirilgan bo'ladi, faqatgina ikkitasi bepul bo'ladi. Menga ham pulligini sotib ol deydi, men ham pulligini sota olmayapman. Shartnomasi pulni sotib olish. Labi? Sotib olish shartnomasi yo'q, pulligini sotib olish o'ziga bog'liq. Agar o'z jivaniya bo'lsa sotib oling, masala emas. Simulyatorlardan ham foydalanib, sizga bergan darslaringizni test qilib orqada ko'rib, misol keyingi oldingi haftalarda ko'rib nima qilsak bo'ladi? $12 sotib bo'ladi, to'g'rimi? Imkoniyat o'zingizda. Ha, o'zi aytmoqchiman, bu o'zingizlar qiladinglaring. Men sizlarga nimadirga pul tiqinglar deb aytmayman. Men boshdan aytganman, darsinglar bepul bo'ladi. Faqat dars o'tib beraman. Pul solish, nimadirga investitsiya kiritish, savdo qilishga qancha mablag' ajratishinglar o'zingizlarga bog'liq. Masalan, 5000 so'm menga tiqinglar, 1000 so'm menga beringlar degan narsa yo'q menda. O'zingizlarning imkoniyatlariga bog'liq. O'zingizni strategiyangizni o'rgatasiz, to'g'rimi? Endi sekin o'rgatib boraman, to'g'risi. Mana bo'lyapti. Men savol bor edi, ma'lum bersam. Labay, beravering. Assalomu alaykum. Milliongacha gruppa ochdingiz, yo faqat dars bo'ladimi yoki biza har kuni savdo ham qilamizmi? Ya'ni ideyalar bilan bo'lishasizmi, jurnallar berasizmi? Bekorga milliongacha deb yozmagansiz, nomi ham bekorga unaqa emas, reklamada ham shunaqa deb aytilgan. Men o'sha qatta Dubaydagi o'sha Mark Jimi kim traderdan o'rganib sizlar bilan bo'lishmoqchiman, shunaqa reklama chiqqan uchun men o'sha reklama orqali keldim. Yo, ochig'ini aytaman. Shuning uchun so'rayman. Faqat dars bo'ladi. Oldin savdo qilganmisiz aka? Savdo qilib yuribsiz hozir? Ha. Bu yerda asosan dars bo'ladi aka. Maqsad o'rgatish qolganlarga. Keyinchalik vaziyatga qarab signal ham beriladi ushbu kanalda. Signal ham beriladi hammaga, чтобы hammaga foydali bo'lishi uchun. Joyi kelsa, copy trade qilish ham mumkin bo'ladi. Albatta, birinchi hozir asosiy maqsad hozir sizni optingiz bor, savdo qilib yurgan bo'lsangiz, siz sal oldinroqdasizda, qolganlar sal orqaroq deb odam ham bor. Ya'ni kim tushunmaydiganlar, qanaqa qilish bilmaydiganlar. Birinchi ularni yetkazib olamiz, hammamiz birgalikda rivojlanishga harakat qilamiz. To'g'ri, bekorga milliongacha deb yozmaganman. Maqsad milliongacha. Assalomu alaykum. Pul solib sekin rivojlanish. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Savolim bor edi. Xo'p. Siz asosan klassika bo'yicha analiz qilasizmi yoki ICT? Faqat klassika. Yo'q, faqat klassika. Elliot, Fibonacci shunaqa o'xshagan narsalar. Elliot o'zi есть klassika, okay? Ha, shunaqa. Aka, savol bor edi. Tabii. Xo'p. Copy trade haqida ma'lumot berib oling, aka. Copy trade haqida alohida hali gaplashamiz, okay? Hozir hamma ulug'son, qisqa qilib aytadigan bo'lsa, copy trade o'zi bu nima? O'zim yerda hisob raqam ochaman. Ma'lumotimdan o'tganlar o'ziga bitta hisob raqam ochadi. Ushbu hisob raqam ichiga pul tashiyman. Bular ham pul tashiydi. Men qanaqa
qayerda сделка ochadigan bo'lsam, xuddi o'sha joyda mani linkimdan o'tib, o'sha mani anaqani profilimga podpisatsiya qilib qo'yganlarga avtomatim tarzda сделка ochiladi va avtomat tarzda yopiladi. Va men minusga ham ushlab turishim mumkin, men plyusga ham ushlab turishim mumkin. Toki men yopmagunimcha ushbu bitimni yopilmaydi. Agarda podpisatsiya qilib qo'ygan, hisobiga pul tashlab turib podpisatsiya qilib qo'ygan boshqa odamlar maoshni сделкani yopadigan. Shunda vladets bo'lasiz, aka, vladets bo'lasiz, siz yopganingizda yopiladi. Agar oxirigacha anaqa qilsangiz, men tushuntirib beraman. Eshitsangiz. Ha. Сделка ochaman. Сделка ochgan vaqtim puliga ochiladi. Сделка yopaman, yopgan vaqtim puliga ham yopiladi. Agarda men ochiq ushlab tursam bitimlarni, bular o'zlari yopib yuborsa, bu bularning xatosi bo'ladi. Demak, men ozgincha ushlab turdim va ko'proq ushlab turmoqchiman deydi. Mana bu yerdan ter oldim, botga kelganda bular qo'rqib yopib yuborishdi. Tak, iltimos mikrofon o'chirib qo'yinglar, vaqtinchalik savol berib bo'lgan bo'lsanglar, xabar beryapsizlar. Bo'ldi. Va bu ozgincha haqiqatdan men ushlab turishim mumkin. Qolganlar shu yerda yopib yuborishim mumkin. Mana bu yerdagilar. Va men shu ushlashim mumkin bo'ladi. Demak, men bilan birga ushlab turganlar men qancha foyda qilgan bo'lsam, xuddi shuncha foyda qiladi va o'z boshimchalik qilib yopib yuborganlar esa qancha kam foyda qilgan bo'lsa, xuddi shuncha kam foydada ushlab turaveradi. Copy trade'ning asosiy maqsadi nima? Bir kishi, mana bir dona mana shu odam, men сделка ochishiga qarab, qolganlarning ham akkauntida avtomat tarzda сделка ochilib yopiladi. Bir xil va qilingan sof foydadan qanchadir protsent mana bu yerga tushadi. Ochiq oydin gapirishni yoqtiradigan bo'laman, shuning uchun ochiq oydin aytayman oldin ham. Copyright siz copyright qiladigan bo'lsanglar, sof foydadan qanchadir protsent to'lanadi. Har bir haftada $100 foyda qildingiz. Deylik 30% kopiya qilgan odamizga tegishli bo'ladi. $70 sizniki bo'ladi. Любой vaqt xohlang yechib oling, xohlang xuddi o'sha summa turaversin. Zato siz hech narsa qilmaysiz, просто ulab qo'yasiz, bo'ldi. Tushunarli. Shu yerda bitta savol tug'iladi. Nima? Misol siz shortingizga $10,000 kiritdingiz. Misol men $1,000 kiritdim. Uni ikkalasini professional qanday holatda? Siz misol 0.5 ochdingiz. Menda 0.5 ochilib ketsa, siz $1,000 depozitni ushlab tursangiz, misol kasatkada 1000 klik silib ketadi. Qanday holatda? Copy trade qilgandan keyin men $10,000 tashlamayman. Bu narsani o'ylab qo'yganman. Copy trade mavzusi demoqchimanda savol. Shuning uchun ham bugungi mavzu o'zi copy trade emas edi. Bu haqida keyinchalik gaplashaman va tushuntirib beraman degandim. Shuning uchun ham ketma-ket savol to'g'ri ketyapti-da. Mavzumiz boshqa edi. Mayli, keyin bo'lsa keyin alohida dars o'taveramiz. Mayli, shart emas. Endi boshladik. Oxirigacha yetkazamiz. Mayli aka, gapingizni qolib ketmasin, hurmatsizlik bo'lmasin. Ya'ni siz aytgan narsa bor, $1,000lik. Har bitta profilni o'zidan nastroykasi bo'ladi odamni. Men 10 degan bilan men necha foiz balansimga nisbatan protsent risk qilsam, xuddi o'shancha protsent risk bo'ladi sizda. Agar siz xuddi shuni 1 ga 1 qilib qo'ygan bo'lsangiz nastroykasidan kirib, agar yo'q unaqa qilmaydigan bo'lsangiz, unda siz aytgandek men qancha lot ochsam, xuddi shuncha lot ochiladi. Vot. И copy trade masalasida men katta summa tashlamayman. Juda ham kam summa tashlayman. 100 yo 200 tashlayman va o'sha bilan birga birgalikda savdo qilamiz. Tushundinglar? Va copy trade'da tillada savdo qilmaymiz. Maksimal darajada tillada savdo qilmaymiz. Valyutalarda yoki indekslarda savdo qilamiz. Chunki biz 100 bilan boshlaymiz. Maqsad aniq. Balansni 2 baravarga ko'paytiramiz. Har bir ertasi kunga bo'lgan natijani 2 baravar qilishga harakat qilinadi. E'tibor bergan bo'lsanglar, men kanalga ham bitta sistema tashlagandim-da. Grafik. Sistema tashlagandim. Bu grafikka bitta to'xtaladigan bo'lsak, aynan o'sha yerda ham ko'rsatib qo'yilgan, bu grafik juda qiyin grafik. Lekin bu yerda ozgincha riskni kattaroq qilishimiz kerak-da. Bu grafik bilan birgalikda ishlashimiz uchun. Xo'p, past qani bu? Mana bu o'sha grafik. Lekin bu yerda biz diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsak, e'tibor beringlar, profit $6, lekin 30% balansga nisbatan 30% foyda degani. $26 qilganingizda to'xtatasiz. Risk bor yo'g'i $4,5 qilishingiz kerak, 23% risk qilishingiz kerak degan narsa bor.
Ya'ni har bitta zona kutiladi, o'sha yerga limit qo'yiladi, aniq stop loss, aniq take profit bo'ladi degan. Tushundinglar? Aniq take profit va stop loss bo'ladi. Bu yerni biz har kunlik emas, har bir ochiladigan bitim deydigan taqdirimizni bitim va to'g'ri bajarib qo'yamiz. Biz Tak, internet yaxshilanmay qoldi, so'rayman. Demak, skringa o'tamiz. Bo'ldi. Menimcha bo'ldi, bugungi mavzuimiz tugadi. Demak, gruppam ochiq. Familyga kirasizlar. O'sha yerda qanaqadir savolinglar bo'lsa, savollarni berasizlar. Trading view bo'yicha ham qanaqadir tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol so'raysizlar. Hozircha ko'pchilik mikrofon so'rashdi, hozir qolsa ekani qolib ketaveramiz. Bemalol gruppadan kirib so'ranglar, men bo'lmasam shogirdlarim javob berishadi. Ertadan bozor market strukturasiga o'tamiz. U yerda bozorni harakatlarini sekin-sekin bozorda qo'shilishni, savdo qilishlarni sekin-sekin kengaytirishda o'rganishni boshlaymiz. Hammaga tushunarli bo'lgan umid qilaman. Savol bo'lsa gruppaga bemalol yozaverasizlar. Kimdir mikrofoni yonib qolib ketdi, nimadir so'ramoqchisiz? Guruhdami? Savollar yozamiz. Mana Tog'a Family bor, ko'rgan bo'lsangiz. Tog'a aloqada Family degan guruh bor. Milliongacha faqatgina video darslar bo'ladi, tog'ada biz diskus qilamiz. Gruppada diskus qilinadi hamma narsa, bemalol nimadir tushunmasanglar, boshqa bo'lsa so'raysizlar. Qo'yinsiz hamma narsa o'rgatib tushuntirib beriladi. Men bo'lmasam shogirdlarim bo'ladi, men ulgurmasam, agar men javob bera olmasam, meni atmetga qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xo'p. Internetni to'g'ri. Shunaqa. Hammaga rahmat. Yaxshi dam olinglar. Ertaga darsni boshlaymiz. Demak, men bu yoqqa qo'ydim, qaysi kunlar qilamiz. Tak har kuni 103 odam har kuni deyishibdi. Har kuni qilsak ham bo'ladi. Bo'ldi, har kuni qilamiz. Bir hafta davomida dars o'tsak bo'ladi. Hammaga rahmat. Yaxshi dam olinglar. Ertagacha.